Bu fakturani tarixi borda. Moskva shahrining Rublovka degan joyda bitta dizaynerning uyida xuddi shu fakturani qilganmiz. Qilgan paytimizda bu faktura menga ham, shogirdimga ham umuman yoqmagan. Bir kun ustam kelib qoldi. Ustam keldim, ustaga aytdim, o'zi dizayner bo'lsa, ko'p kraskalar bilsa, ko'p fakturalar bilsa, nimaga bunaqa faktura qilyapmiz deb aytdim. Usta aytdi, pulni olyapsan dedi, qilaver, nima qizig'i bor. Bo'pti deb qilaverdi. Tepadan pastga qildik birinchi, keyin o'yindan chapga plus formasini qilganmiz. U dizayner Angliyada o'qigan, Angliyada ham ishlaydi. Moskva shahrida juda katta obyektlari bor. Shu yoshroq qiz bo'lgan. Xullas obyekt topshirib ketganimizdan keyin qolgan hali mebel olib kirish, qolgan gilamlar, xullas uyni bitish qismiga kelganda, oradan 1 oy, 1,5 oy o'tib ketgan. Bir kuni ustam telefon qildi. "Hali obyektni eslaysanmi?" dedi. "Qaysi obyekt desam, faktura sizlarga yoqmagan dizaynerning uyi" dedi. O'sha yerga borsak, mebel olib kirayotganda devorni etiga, betiga tegib, xullas devor biz qilgan dekorativni buzib qo'yibdi. Bo'pti deb kelib ko'rganimizda bu dizaynerni tasavvuri, u nimani plan qilganini o'shanda tushunib yetganman-da. Biz qilgan faktura xuddi devorga plus shaklidagi materialni qoplab qo'ygandek bo'lgan. Unga tanlangan pardalar, uyning ichidagi mebellar, polga yotqizilgan parketlar hammasi o'sha rangga moslangan bo'lgan. Uni oldida devorimiz o'sha biz qilgan faktura juda ham idealniy bo'lgan. O'shaning uchun ko'proq dizaynerlarda yoki bir ustalarda, prorab akalarda qancha dunyo qarashi, fantaziyasi kuchli bo'lsa, uni g'oyalari bari chiroyli chiqaveradi.